Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri mehnat bozoriga raqobatbardosh, kasbiy va shaxsiy jihatdan yetuk mutaxassislarni tayyorlashdir. Ushbu ma'ruzada bitiruvchilarga yordam ko'rsatishning asosiy mexanizmlari, shuningdek, ishga joylashuv samaradorligini baholash ko'rsatkichlari batafsil yoritiladi. Bitiruvchining mehnat bozoriga kirib borishida 4 ta asosiy subyekt faol ta'sir ko'rsatadi. Quyida ushbu usullarni bayon etamiz. Oliy ta'lim muassasalari tomonidan bitiruvchilarga ishga joylashishlariga qanday yordamlar ko'rsatilishi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Karyera markazlari bitiruvchilar uchun bosh ish o'rinlari bazasini shakllantiradi, ish beruvchilar bilan hamkorlikda dasturlar tashkil etadi. Bitiruvchilarning rezyumelarini tayyorlaydi, chul yozish bo'yicha konsultatsiyalar o'tkazadi, karyerani rejalashtirish bo'yicha murabbiylik xizmatlarini ko'rsatadi. Zarur bo'lsa bitiruvchilarning kompetensiyalarini baholaydi va kerakli yo'nalishlar bo'yicha ham maslahatlar beradi. Mehnat yarmarkalari oliy ta'lim muassasasi talabasi va bitiruvchilariga bir qator imkoniyatlarni yaratadi. Bunda bitiruvchi, ish beruvchilar bilan bevosita suhbatlashadi, bir nechta kompaniyaga o'sha yerning o'zida rezyume topshiradi, amaliyot stajirovkalarini rejalashtirishi yoki to'liq shtatga ishga taklif olish mumkin. Mehnat bozori talablari bo'yicha yangiliklardan xabardor bo'ladi. Ish beruvchilar bilan uchrashuvlar ikki xil maqsadda tashkil etiladi. Birinchidan, talaba ish beruvchilardan bevosita ma'lumot oladi. Ikkinchidan, ish beruvchilar talabalarning malakalari va salohiyatlarini baholaydi. Uchrashuvlar turli shakllarda tashkil qilinishi mumkin. Masalan, kompaniyalar taqdimotlari, xir mutaxassislar bilan suhbat, master-klasslar, soft skills, digital skills, management, ochiq eshiklar kuni, karyera kuni, seminar va treninglar. Soft skills treninglarini tashkil etish bugungi kunda ish beruvchilar bir qator asosiy ko'nikmalarni talab qilishmoqda. Bularga muloqot ko'nikmalari, jamoada ishlash, vaqtni rejalashtirish, muammolarni yechish, tanqidiy fikrlash, liderlik va tashabbuskorlik kabilar kiradi. Keling, endi ish beruvchilar tomonidan bitiruvchilarga qanday yordamlar ko'rsatilishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Ko'plab tashkilotlarda bitiruvchiga mentor, ya'ni murabbiy biriktiriladi. Mentor yangi xodimni ish jarayoniga o'rgatadi, kompaniya madaniyati bilan tanishtiradi, ish tartibi va vazifalar bo'yicha ko'rsatmalar beradi, bitiruvchini psixologik qo'llab-quvvatlaydi. Adaptatsiya tizimi 3 bosqichdan iborat bo'lishi mumkin. Tanishuv bosqichi 1-2 hafta. Bunda bitiruvchining o'zi ish joyi, rahbariyat bilan, ichki qoidalar va ish tartibi bilan tanishadi. Integratsiya bosqichi 1-2 oy. Bu davrda xodim vazifalarini mustaqil bajarishni o'rganadi, jamoaga singishga harakat qiladi. Barqarorlashuv bosqichi 3-6 oy. Bu davrda xodim to'liq ishlab ketadi, uning ish samarasi muntazam baholab boriladi. Adaptatsiya dasturi yosh mutaxassislarning tashkilotni tark etish darajasini, kadrlar qo'nimsizligini ancha pasaytiradi. Bitiruvchilarning mehnat bozoriga muvaffaqiyatli kirib borishi davlatning ta'lim siyosati samaradorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biridir. Keling endi bitiruvchilarni ishga joylashtirish bo'yicha davlat tomonidan ko'rsatiladigan yordam turlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi tur yordam. Mehnat yarmarkalari va bandlik markazlari orqali ko'mak berish. Davlat tomonidan tashkil etiladigan bandlik markazlari quyidagi xizmatlarni ko'rsatadi. Bitiruvchilarni bo'sh ish o'rinlari bazalari bilan ta'minlaydi. Bitiruvchini ish beruvchilar bilan bir maydonda uchrashtiradi. Yillik, mavsumiy yoki tarmoq mehnat yarmarkalarini o'tkazadi. Mehnatga oid huquqiy maslahatlar beradi. Rezyume tayyorlash bo'yicha bepul treninglar o'tkazadi. Ikkinchi tur yordam. Bitiruvchilarni yoshlar daftari, temir daftar va ayollar daftari orqali qo'llab-quvvatlash. Uchinchi tur yordam bu yoshlarni bepul kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari hisoblanadi. Davlat tomonidan tashkil etilgan kurslar bitiruvchining yangi kasb o'rganishi, mavjud ko'nikmalarni rivojlantirishi va bandligini ta'minlash uchun mo'ljallangan. To'rtinchi tur yordam bu ishga birinchi qadam dasturlari bo'lib, ular stajirovka va amaliyotlar uchun mo'ljallangan. Beshinchi tur yordam bu bitiruvchilar uchun subsidiali ish o'rinlari yaratish dasturlaridir. Bunda ish beruvchiga xodimning maoshining bir qismi davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin. Yosh mutaxassisni ishga olish rag'batlantiriladi.
vaqtinchalik ish o'rinlari yaratishga yordam beradi. 6-tur yordam bu davlat tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish uchun grant va kreditlar ajratadi. 7-tur yordam bu IT sohasiga oid bo'lib 1 million dasturchi, 5 million prompterlar, yoshlar texnoparki kabi davlat loyihalaridir. 8-tur yordam bu chekka hududlarga yollanma asosida ishga yuborish dasturidir. Davlat o'qituvchi, shifokor, muhandis kabi mutaxassislarni chekka hududlarga jo'natadi. Ularga uy-joy krediti, har yillik qo'shimcha to'lovlar, yo'l xarajatlari, bonuslar kabi imtiyozlar beradi. Bu siyosat bitiruvchiga barqaror ish, tajriba va davlat kafolatlari beradi. Davlatimiz tomonidan O'zbekiston Milliy banki ishtirokida bitiruvchilarga yana bir yordam turi, Kelajakka yordam loyihasi taklif etilgan. Kelajakka qadam dasturi o'qishni bitirgan talabalarga 1 yil davomida xizmatlar taklif qiladi. Kelajakka qadam dasturi 3 xil paketda taklif etiladi. Birinchi paket Kelajakka birinchi qadam deb ataladi. Bu paket ijtimoiy soliq to'lab, o'zini o'zi band qilgan bitiruvchilar uchun mo'ljallangan. Bunda bitiruvchiga 10 million so'mgacha kredit summasi beriladi. 21% stavka joriy qilinadi. Ikkinchi paket Kelajak uchun Start deb nomlanadi. Bu paket yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki yuridik shaxs tashkil etgan bitiruvchilar uchun mo'ljallangan. Uchinchi paket Yorqin kelajak sari deb nomlanadi. Bu paket ham yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki yuridik shaxs tashkil etgan bitiruvchilar uchun mo'ljallangan. Bunda bitiruvchiga xuddi ikkinchi paketdagidek imtiyozlar taklif etiladi. Slaydning chap tomonida e'tiboringizga baholash xizmati va 3D printer xizmati loyihalarining QR-kodlari havola qilingan. Xulosa qilib aytganda, bitiruvchilarning ishga joylashuv jarayonini yengillashtirish va ularni mehnat bozorida qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Davlat tomonidan taqdim etilayotgan ko'maklar, kasbga yo'naltirish xizmatlari, subsidiyalar, stajirovkalar, qayta tayyorlash kurslari, startaplarni qo'llash yoshlar uchun keng imkoniyatlar ochadi. Keling, endi bitiruvchilarning ishga joylashish bo'yicha harakatlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi harakat turi bu professional o'zini rivojlantirish, ya'ni inglizchada self development deyiladi. Bunda bitiruvchi doimiy ravishda kurslar, treninglarda ishtirok etib yangi ko'nikmalarni o'rganadi. Masalan, IT, til, soft skills, kommunikatsiya bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantiradi, sohasi bo'yicha xalqaro platformalardan foydalanadi. Bunday platformalarga Coursera, Udemy va edX kabilarni misol qilish mumkin. Turli sertifikatlarni qo'lga kiritadi. Ikkinchi harakat turi bu bitiruvchi o'zining kuchli rezyumesini va portfoliosini tayyorlash kerak. Bunda bitiruvchi 1-2 sahifalik aniq, qisqa rezyume yaratishi lozim. Amalga oshirgan amaliy ishlarini portfoliosiga joylashtirish kerak. Ish topishda keng qo'llaniladigan LinkedIn profilini to'g'ri to'ldirishi talab etiladi. Uchinchi harakat turi bu networkingni rivojlantirish, ya'ni o'ziga kerakli bilim, imkoniyat yoki maslahatlarni berishi mumkin bo'lgan odamlar bilan tanishishi va ular bilan muntazam aloqada bo'lishi zarur. To'rtinchi harakat turi bu intervyuga tayyorgarlik ko'rish. Bunda bitiruvchi eng ko'p beriladigan savollarni o'rganishi zarur. Bunday vaziyatda oyna oldida yoki do'sti bilan mashq qilish ham yaxshi foyda beradi. 5-dan, bitiruvchi mehnat bozorini tahlil qilishi zarur. Bunda bitiruvchi qaysi sohada ehtiyoj kuchli ekanligini, ish beruvchilarning talablari qandayligini, o'zining yaqin va uzoq kasbiy maqsadini aniqlashi zarur. 6-dan, bitiruvchi faol ish izlash strategiyalaridan foydalanishi zarur. Ya'ni u maqsadli tarzda kamida 3-5 ta ishga ariza topshirishi, har bir kompaniyaga moslashtirilgan rezyume, ya'ni motivatsion xat yozishi, oliy ta'lim platformalari, ish qidirish saytlaridan keng foydalanishi zarur. 7-dan, bitiruvchi o'zining shaxsiy brendini ham yaratishi maqsadga muvofiq. Ya'ni u LinkedIn, Telegram, YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlarda kasbiy kontent yaratishi, blogger profilga mutaxassis sifatida videolar, maqolalar joylashi va shu tarzda o'z ismini sohaga tanitishi maqsadga muvofiq. 8-dan, bitiruvchi psixologik tayyorgarlikka ega bo'lishi va vaqtni rejalashtirishni bilishi kerak. Buning uchun u doim stressga chidamlilikni oshirib borishi kerak. Ishga qabul qilishdagi intervyular muvaffaqiyatsiz bo'lsa, tushkunlikka tushmasligi kerak. Maqsadni rejalashtirishni o'rganish kerak. Masalan, 30 kunlik, 60 kunlik va 90 kunlik karyera rejalarini tayyorlab qo'yish kerak. Endi ma'ruzaning keyingi qismiga o'tamiz. Bu reja bitiruvchilarning ishga joylashuv ko'rsatkichlarini baholash deb ataladi. Bitiruvchilarning ishga joylashuvi oliy ta'lim muassasasi faoliyatini baholashda eng muhim indikatorlardan biri hisoblanadi.
Ishga joylashuvni baholash nafaqat statistik ko'rsatkich, balki oliy ta'lim muassasasining ta'lim sifatini aks ettiruvchi mezon sifatida ham qaraladi. Ushbu slaydda eng ko'p qo'llaniladigan asosiy ko'rsatkichlar keltirilgan. Ularni sanab o'tamiz. Birinchisi, ishga joylashgan bitiruvchilar ulushi ko'rsatkichi. Ikkinchisi, mutaxassisligi bo'yicha ishlayotgan bitiruvchilar ulushi ko'rsatkichi. Uchinchisi, ish topish muddati ko'rsatkichi va to'rtinchisi, ishga joylashishda oliy ta'lim muassasasining yordami deb ataladi. Ishga joylashgan bitiruvchilar ulushi ko'rsatkichi oliy ta'lim muassasasining umumiy bitiruvchilarining nechta foizi ish topganini aniqlaydi. Formulaga e'tibor bersak, ishga joylashish darajasini aniqlash uchun ishga joylashgan bitiruvchilar sonini jami bitiruvchilar soniga bo'lamiz va 100 ga ko'paytirib foizda ifodalaymiz. Bu ko'rsatkich oliy ta'lim muassasalari reytinglarida juda katta ahamiyatga ega. Mutaxassisligi bo'yicha ishlayotgan bitiruvchilar ulushi ko'rsatkichi oliy ta'lim muassasasining birlamchi maqsadi hisoblanadi. Ya'ni bitiruvchini mehnat bozorida talab qilinadigan lavozimlarga tayyorlash va shu bilan birga talabani o'qigan yo'nalishi bo'yicha ishga joylashtirish ham asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Masalan, 750 ishga joylashgan bitiruvchidan 520 nafari o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlayotgan bo'lsa, u holda 520 ni 750 ga bo'lib va 100 ga ko'paytirib 69% natijani olamiz. Bu ko'rsatkich oliy ta'lim muassasasida o'qitilayotgan fanlar amaliyotga qanchalik mosligini va ta'lim dasturlari mehnat bozori talablari bilan qay darajada integratsiyalashganligini ham ko'rsatadi. Agarda bu ko'rsatkich juda past bo'lsa, ta'lim dasturini qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiq keyingi ko'rsatkich ish topish muddati deb ataladi. Yangi bitiruvchining ish topishi uchun ketgan vaqt juda muhim indikator hisoblanadi. U odatda 3 kategoriyaga bo'linadi. Birinchi kategoriya. Agar bitiruvchi 1 oy ichida ish topgan bo'lsa. Bunday holda odatda mehnat bozorida shu mutaxassisga talab yuqori bo'ladi. Ikkinchi kategoriya. 1-3 oy ichida ish topish o'rtacha ko'rsatkich hisoblanadi. Uchinchi kategoriya. Agar bitiruvchi 3 oydan ko'p muddat ish izlagan bo'lsa, bu bitiruvchining maqsadi yoki kompetensiyasida yoki ishga joylashishda muammolar mavjudligini anglatadi. To'rtinchi ko'rsatkich ishga joylashishda oliy ta'lim muassasasining yordami deb ataladi. Bu ko'rsatkich bir qator savollarga javob beradi. Masalan, bitiruvchilar ishga kirishda karyera markazi yordamiga murojaat qiladimi? Mehnat yarmarkalari orqali qancha bitiruvchi ish topgan? Ish beruvchilar bilan hamkorlik dasturlari samaralimi? Oliy ta'lim muassasasining platformasidan foydalangan bitiruvchilar ulushi qancha va shu kabi qator savollarga javob beradi. Masalan, agar 220 bitiruvchi oliy ta'lim muassasasi orqali ish topgan bo'lsa, 350 nafari mustaqil izlanib ish topgan bo'lsa, 180 nafari amaliyot joyiga ishga qabul qilingan bo'lsa, bunday holda 220 ga 180 ni qo'shib 400 nafar talaba oliy ta'lim muassasasining yordami bilan ishga joylashganini aniqlaymiz. Shu bilan ma'ruzamizni yakunlaymiz. Ovozlashtirishdagi kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ma'ruzani to'liq o'zlashtirish va bilimlarni takrorlash uchun slaydda keltirilgan savollarga javob berishni mashq qilishingizni so'rab qolamiz.